Assalomu alaykum Blackcraft channel obunachilari, tuzumizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Hop. Anchadan buyon video qo'ymayapmiz. Bilaman, borgan sari qandaydir bir dangasa bo'lib ketyapmizmi, bilmadim. Video qo'ya olmayapman. Bugun oxiri sol ancha bo'libdi, hozir qarasam 15 kuncha bo'lib qolibdi. Har hafta qo'yayotgan odam уже qarasam borgan sari dangasa bo'lib ketyapmiz. O'shani hisobiga bugun ishdan kech qolib bo'lsa ham imkon qadar narx-navolar bo'yicha bir ikkita arzon byudjetniy variantlar bor edi. Ko'pchilik yozyapti, byudjetniy variantlardan ham qo'ying deb. Shular bo'yicha qisqacha ma'lumot beraman. Не только byudjetniy, boshqa qimmat общий salondagi hamma narx-navolar bo'yicha qisqacha tanishib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, unda xolisa narxi, xarakteristikalari bo'yicha batafsil ma'lumot beraman. Jigar bitta pastda like bor. Like bitta bosib oling. Gap yo'q. Prosta bitta like, kommentariya, assalomu alaykum yoki bo'lmasa qanaqadir narx-navolar bo'yicha bitta yozib qo'ysangiz, misol uchun bizga to'g'ri podдержка bo'ladi. Bilasizlar, YouTube bu uchun hech qanaqa pul bermaydi. Prosta ko'proq insonlar ko'rishlik uchun sabab bo'ladi. Misol uchun o'zingiz olarsiz, qaysi tanishingiz olishi mumkindir. O'shalar uchun misol oladigan insonlar uchun yetib borsa, biz xursand bo'lamiz. Bizning maqsadimiz mashinamizni sotish emas, ya'ni informatsiya berib, mabodo kimgadir ko'nglidagi mashinani taqdim qilsa, ertaga olsa, o'sha inson olib maza qilib haydasa, biz shundan xursandmiz. Xo'p. Operatorimiz ham yo'q, bir hisobdan o'shani hisobiga ham video qila olmayapman. Hozir stabilizator bilib qo'yib bo'lsa ham, xudo xolisa video qilaman. Qaysidir ma'noda o'xshamasligi mumkin, ani professional olayotgan, hozir ani blogerlar ko'payib ketdi-yu, ani videolarda olyapti. O'shanaqa o'xshamasligi mumkin. Bizlar bizda hammasi jaydari uzilmaydi, hech narsa qilinmaydi. Hamma joylari cho'tki bo'ladi, qo'yiladi. Xudo xolisa men polni bitta obzor qilaman. Hop. Birinchi gibridimiz bu o'zini to'liq zaryadkasi bilan 200 kilometr, ya'ni o'rtacha 100 kilometr yuradi. Har gal aytaman, o'zini aytgan kilometrda yurmaydi bu. O'zini zaryadida 150 kilometr yozilgan bo'lsa ham 100 yuradi. To'liq zaryadka bilan 1200 kilometr. Leapmotor C11. Polni har doimgidek aylan atrofini ko'rsataman. Leapmotor. Hozirgi kunda sotuvlar zo'r bo'lib qoldi. Yaqinda arada bilsanglar, vahima bo'lib ketdi. Leapmotorni to'xtatib qo'yibdi deb. Lekin hozir bunaqa emas, uje Leapmotor bemalol bo'lib qoldi. Sertifikat hamma narsadan o'tyapti. Bemalol olsanglar bo'ladi. Bizda shuki, pulni to'laysizlar, ertalab vaqtli to'lov qilinsa, mashinani kechgacha olib chiqib ketasizlar. Keyin bitta poligondan o'tib kelinsa, xudo xolisa nomer taqiladi. U ham hozir may oyigacha bo'lyapti, narx-navo maydan keyin oshadi. Ishlarigacha. Hozirgi aytayotgan mashinalarimizning narxi maygacha amal qiladi, ya'ni 2025-yil mayigacha ham uje undan uyog'iga narx-navolarimiz amal qilmaydi, chunki qonunchilik bo'yicha ichlarni ko'rsatay. Qonunchilik bo'yicha o'zgarishlar kiritildi, ya'ni elektromobil qatoriga kiruvchi gibridlarga qo'shimcha boj utilizatsiya hisobi qo'shildi. O'shaning hisobiga 2025-yil may oyini birinchi masu aprelni, ya'ni 29-largacha amal qiladi. Kelib o'shangacha to'lov qilinsa, mashinaning narxlari o'shangacha amal qiladi. Hop. Ichilarini. 3 ta monitor, polni 360 ham ancha tirnuv. Обдув, обогрев, massaj, полоса удержания mana, adaptivniy kruiz kontrol, slippery zona, hamma narsalari bor. Hozir uje hamma navorotlar oddiy bo'lib qoldi. Hammasida bir xil narsalar. Mashinani video yoqsa bo'ldi. O'sha ko'rinish jihati yoqsa bo'ldi. Bu uje mashina ancha keng. Keyin zo'r narsasi bor, hozir ko'rsataman. Naryoq taraf orqasidagi narsani elektronni oldi-orqa qildirsa bo'ladi. Mana ochilishlari ham bu taraf polni elektronni. Hop, mana bitta shundoq knopkani bossa, oldiga yuryapti. Mana shundoq bossa, orqaga yuradi. Bu zo'r qulayliklardan. Leapmotor C01 degan model. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21 ming deyapmiz.
bonusiga orqa fold sferasini xudo xohlasa tonirovka qilib beramiz. Aloqaga chiqsanglar xudo xohlasa sizlarning ko'nglidagi mashina bo'ladi. Bu tarafda ikkinchi byudjetli mashinamiz, to'g'risi Malibudan ko'p narsalari bor, to'g'risida. Malibular hozirgi kunda o'rtacha 35 ming, 40 ming tashyapti, bilmayman nimani hisobiga. Endi nima deydi? Hozirgi kunda vazirlar ham ko'pchiligi Malibuda yurayotganligi uchun o'zidan Malibu qimmat bo'lib ketdimi bilmadim. Bizda bilasizlar, taklif nima bo'lsa o'shanga narx-navo обязательно oshadi. Xitoylarga o'xshab ana narx-navo tushadigan emasda, bizda naboradi. Kerak narsa bo'lsa narx oshadi. Hop, mashinani ko'rib turibsizlar. Head-up displeylargacha bormi? Head-upgacha ham bor. Abduf Abagrev. Bulardan muammo yo'q, bularda to'g'risi. Poni elektron paket. Chang'an firmasiga tegishli Akuan A07 degan model. Mana. A07. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, orqalari mana K5 vidiga o'xshaydi. Lekin undan ancha arzon. Bitta like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirasizlar. Malibu yoki hozirgi shu ko'rsatayotgan mashina. Narxiga keladigan bo'lsak, 24 ming davomimiz, notariusli, telefon qilsanglar, xudo xolasa, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Hop, bu tarafda Geely Geometry. Bundan oldin sotganmiz, o'zimiz sotgan mashina, buni ozgina probegi bor. Deydi menimcha 10 mingcha ham probegi bor. Aka, uje 2 yilmi, 1 yilmi bo'ldi olganiga, menimcha uje zerikdi. Uje hamma uje maksimum 2 yil haydayapti o'z mashinani. Mo'liklarni taqib qo'ygan mana mashina, byudjetli variant. To'liq zaryadka bilan 420 kilometr ko'rsatgan. Sizlar ham kojinli, chotki. Buni narxiga keladigan bo'lsak, to'liq zaryadka bilan 420 kilometr ko'rsatgan, o'rtacha 300 yuradi. Buni narxi 14 ming davomimiz, yana bir telefon qilsanglar, xudo xolasa kelishadigan joy bo'lsa, buni ham chiroyli qilib beramiz. Bu yerda uje premium Mercedes EQS 580 Formatic, eng full paysasida bu uje qimmatli variantlarni ham bitta ko'rsatib yuboraylik. Buni egasi o'zi, bu ham ozgina yurgani bor. Где-то 10 ming bo'lishi kerak buni ham adashmasam. Matvi zavod holatdagi rangi, ustiga просто bron-plyonka, mo'lik hamma narsalarni qilib qo'ygan, 100% hamma joy bron bo'lgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 120 deb aytilyapti. Qiziqqan odam bo'lsa, realniy maqsad bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Hop, bu yerda Chang'an A07 degani sedan varianti, lekin ana SL03 bilan adashtirib olmanglar. Buni narxi sotildi, 24 mingga sotdik. Buni mana spoilerlari bundoq ko'tariladigan variant. Ana SL03 ga o'xshagan ko'rinish shunaqa ko'rinib ketadi, pashti bir xil, faqat mana spoilerlari bundoq o'ynab L07 degan model sedan. Hop, buni sotdik. Bu yerda Cadillac, buni videosini qilganman, bemalol kanalga o'tib, obuna bo'lib, videolarni bitta ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bu ham batafsil videosini qo'yganman. To'liq zaryadka bilan 600 kilometr. Hop, elektromobil narxiga keladigan bo'lsak, hop, narxi 40 ming. Hop, buni ko'rsatdim. Hop, bu yerda mana Nio. Nioni bilsanglar, bizda oldin mana bu rangiga o'xshagan sedan varianti bo'lardi. Hozir Nioni crossover variantini olib keldik. Uje buni bilgan biladi bu. Bemalol mana Mercedes podveskalari bilan solishib qo'yadigan variant. Ancha yumshoq mashina bu mana. Hop. AC6 degan model. Buni 9lari bor, uje bilgan biladi mana buni. Bu arzon mashina emas. Buni puliga ko'pchilik aytadi, Li 7 beradi, Li 6 beradi deydi, lekin bu Lilarning choyini ichiradigan mashina edi. Elektromobil to'liq zaryadka bilan 550 kilometr. Narxiga keladigan bo'lsak, 54 ming davomimizni xudo xolasa kelishtirib beramiz. Bu yerda mana Exit Stella. Bu ham o'zini zaryadkasida 200 kilometr, общida 1300 kilometr ko'rsatilgan. Bunda ham shu Abduf, Abagrev, massaj, hamma narsasi bor. Oxirgi hamma navorotlar bor bunda ham. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30.500 davomimizni xudo xolasa buni ham kelishtirib beramiz.
Bu yoq tarafda Voya Free hozirgi kunda sotuvi zo'r bo'layotgan gibridlardan biri. 318 modeli 2025 restyling, lekin yili 24. Bundan ham rosa sotamiz. Bu yerda mana oq rangida, bu yoq tarafda mana qora rangida. Hop, bular ofitsialniy narxi. Bizani nima edi? 38 ming, 37 mingdan sotdik. Bularning ofitsialniy narxi, ya'ni shot spravka poligonga borilmaydi. 41 ming. Shundoq kelasiz, pul to'laysiz, olib chiqib ketasiz degan varianti bu. Hop, buni mana shuni sedan varianti. Hop, sedan variantini bilgan biladi. Bu ham ancha derski mashina. Buning narxi 37 ming. Bu yoq tarafda Rockstollar, Rockslar videosini qilganman. Bizda har xil opsiyaligi bor. Bularning narxi 53 mingdan 56 minggacha. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa buni ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Biz Rox rasmiy dilleri bo'lamiz. Garantiyalari 3 yil yoki 100 ming kilometr. Bu yoq tarafda mana maxluq. Hop. BMW Mercedes deganda tez yaqin do'stlar bo'lsa ham ikkiga ajralib oladi, bilasizlar. Buni zakazga olib kelib berildi. Bu egasi tayyor. Tushunadi-yu buni, to'g'rimi? Bu toza nemetskiy, Germaniyadan Dubaydan olib keltirildi. Lekin bilasizlar, Dubayga uncha-muncha mashina chiqmaydi, hammasi full bo'lib chiqadi buni. Hop, buni narxini aytishimizning baribir foydasi yo'q, chunki biz buni sotmaymiz. Qiziqqanlar shuni saytga yozib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana mayli taxminlik ketaman, taxminiy narxi 240 ming. Mabodo kimdir yana arzonroq yo qanaqadir variant bo'lsa, ya'ni men O'zbekistonga rastamoshga bo'lishlarigacha aytayapman. Mo'jid kimdir chetda yurib arzon bo'lishi mumkin O'zbekistondagi holat. Batafsil ma'lumot berdim deb o'ylayman. Bu yoq tarafda hamma mashinani ko'rsatdim, salonimizdagi bor mashinani ko'rsatdim. Yanada qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol pastda nomerlarga aloqaga chiqib bilib olsanglar bo'ladi. Hop, gapimning oxirida nima deyman? Ba'zi aqllilar chiqib kontent uchun elektromobilni yomonlab chiqyapti, boshqa qilyapti. Men ularni hech qaysini kontentiga misol uchun meni to'g'risi qarshilik joyim yo'q. Hammaning o'zining fikri bor. Hamma o'zi nima deysa deyapti to'g'risi, chunki internet nima edi, bemalol bo'lib qoldi. O'shani hisobiga hech qanaqa bir anaqam yo'q. Lekin inson oldin o'zi aytish kerak. Men nimadir qildimmi? Kimgadir mana misol uchun men bu vloglarni qilishimdan maqsad men shu mashina sohasida 8 yildan buyon yuribman-da. O'shani hisobiga men o'zim sotayotgan mashinalarni, haydab ko'rayotgan mashinalardan fikr chiqarib, men sizlarga ma'lumot beraman-da. Hozir ba'zi bir insonlar chiqibdi, даже juda ko'p blogerlar ham keladi-da bizga. Kimligini aytmay qo'ya qoling. Reklama uchun, to'g'ri odamlarga ko'rsatish uchun bizda ba'zida reklamaga sarflamasa ham bo'lmayapti hozir. Sarflash uchun aytadi, biz ularga to'g'risi yozib beramiz. Даже nima haqidaligini bilmaydi. Ko'p blogerlar-da, avtoblogerlar. Endi biz hali o'zimizni bloger deb hisoblamaymiz. Bizga ham hali bor, lekin mana shu 8 yil davomida sotgan mashinalarimiz, to'g'ri elektromobillar endi где-то nima edi? 1 yil, 2 yil, ya'ni maksimum 4 yil bo'ldi sotayotganimizga. O'shandan kelib chiqib aytayapman, lekin даже insonlar ma'lumot bilmasa ham, oddiy ya'ni keramika, polirovka qilib yurgan odamlar ham nima deydi? Informatsiya berishga o'tib oldi-da. Hype uchun, boshqa uchun, elektromobil zarar, bir narsalar bu yoq qilib odamlardan bir prosmotr olish uchun gapirib tashlayapti. Lekin odam sal o'ylash kerak. Men o'zim hatyabi pul chiqarganmanmi yoki nimadir qilganmanmi deb e'tiborish kerak-da. Men misol uchun hech qaysi firmani misol uchun mashinasini yomonlamaganman, to'g'risi. Chunki men hali o'zim mashina ishlab chiqara olmayman-da. O'shaning uchun men ishlab chiqargan odam fikri bo'yicha nimadir devorishga to'g'risi odam xijolat. O'shaning uchun hammaning o'zining fikri bor, bemalol o'sha fikriga qarab elektromobil ba'zi bir odamlarga balkim ta'siri bordir. Bizda misol uchun mana
4 yil 5 yildan buyon shuni ichida yuribmiz. Xudoga shukr hali hech narsa bir ziyon, zahmat ko'rmadik mana shu narsalar bo'yicha. Shuning uchun naqa vahimaga tushmasdan bir anaqa qilish kerak emas. Juda ko'pchilik telefon qilib yoki bir kommentlarga yozib qoladi-da, "Aka, elektromobil zarar deyapti, bu yog'imizga zarar deyapti. Nima deysiz? Buni fikringiz o'ziz ham siz shu narsalar haqida ham video qilib chiqing" deyapti. Men nima deyman endi? Shuncha Mercedes, BMW dunyoni bir tanib olgan brendlar o'sha elektromobil chiqaryaptimi? Значит, ja unaqa emas. Endi u polirovka keramika qildi degani, nima deydi, ximchiska qildi degani bu mashinani masteri degani emas-da. Gap so'z yo'q, o'zini ishini balkim ustasidir. Balkim polirovka keramikani cho'tki qilib yuborardi, chizuvlarni yo'q qilib yuborardi. Misol uchun lakka yetib borgan chizuvlarni ham yo'q qilib yuborish mumkindir, lekin hali bir elektromobil ishlab chiqmagan odamni bunaqa fikrlarni berib yuborish noto'g'ri narsa. Misol uchun endi именно polirovka keramika deb yuborgani, men ham o'zim shu sohada ishlaganman. Shuning uchun shu sohani ko'proq ishlatib yuryapman balkim. Bu nima deydi, motor qilib yurgan boshqalar ham gapirib tashlayapti-da, o'shanga prosta o'zimning fikrimni men ham baribir aytishim kerak-ku, hammaning o'zining fikri bor, men ham o'sha fikrga qarab aytyapman. Hop. Hozircha ma'lumotlar qisqacha shular. Yana qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, bundan buyoq tez-tez videolarni qilib turishga harakat qilamiz. Boshqa salonlarga ham borib, narx-navolarni ko'rib, solishtirib narx-navolar berishga harakat qilamiz. Yaqinda Xudo xolasa mana shu yana 1-2 oy qoldi. Misol Sergeli mashina bozor bizani oldimizda o'sha yerda mashinalarni chiqib, jam mashinalarni ham Xudo xolasa video qilish maqsadlarimiz bor. Yanada chunki juda ko'p odamlarga qiziq, chunki hali ko'pchilik elektromobil, gibrid haydashga tayyor emas-da, o'shani hisobiga. Kanalga shunday obuna bo'lib qo'ying, Xudo xolasa hali ko'p narsa oldinda. Biz harakat qilyapmiz, qo'ldan kelgancha. Sizlardan faqat bitta like va komment. Kommentga hech bo'lmasa olov yozib yoki bo'lmasa bir nima deydi? Salom alaykum qilib yoki bir qaysidir mashina modeli kerak bo'lsa, shunday yozib yuborsanglar, Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Sizlardan faqat shu. Bizga misol uchun like bosib, komment yozib, nimadir qilganinglar bilan bizga misol YouTube pul bermaydi. Prosta ishdan keyin qolib bir Xudo xolasa sizlarga bir chiroyli kontent qilishligimiz uchun bir qaysidir ma'noda qo'llab-quvvatlagan maqsadida bitta like bilan komment bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Xudo xolasa pastda nomer bor, bemalol aloqaga chiqinglar, qanaqadir mashinalar kerak bo'lsa, o'zimizda yo'q bo'lsa ham qo'ldan kelgancha podpisчигizman deb bitta biroz aytib qo'ysangiz, biz xursand bo'lganimizdan eng arzon joylaridan qilib berishga harakat qilamiz. Aldanib qolmanglar, hozir hamma joyda o'zicha shustriylar ko'payib ketgan, o'shaning uchun o'zimizga shunday aloqaga chiqinglar, bemalol narx-navoni birinchi solishtirib olinglar-da. Solishtirib keyin bizga aloqaga chiqsanglar, Xudo xolasa narxi bo'yicha bemalol biz ham talash tortishib kimlardandir qilib berishga harakat qilamiz. Hop, musofirda yurgan aka-ukalar, gazni bosamiz, soqqani qilamiz, cho'tki yangi mashinalarda sekin uyga kirib kelamiz. Yoshlikda sen odam bo'lmaysan degan baribir qo'niq qo'shningiz, o'qituvchingiz bo'ladi, o'shalarni oldidan sekin oqib yoki bo'lmasa bir o'qituvchingiz oldiga bir yaxshigina bozorlikni qilib, ustoz, mana sizni shuncha tarbiyalaringiz bilan mana shu darajaga erishdik deb shunday produktlarni qilib shunday borsangiz, o'zi ichidan o'tganini o'zi biladi. Ya'ni o'sha bir paytlar odam bo'lmaysan sen, seni baribir 1-2 bo'lmaydi degan baribir hammada bor-da, именно menda bor bo'lgan. Lekin men o'sha bu etapdan o'tib bo'lganman, men borganman, ichidigini o'zi bilasizlar. Lekin hammasi ham yomon emas, yaxshi o'qituvchilar ham bor. Men misol anaqam yo'q. Lekin shuni esdan chiqarish kerak emas ekanki, именно sen odam bo'lmaysan degan odamingizdan kattaroq odam chiqib qolish mumkin ekanda. O'shaning uchun bizning sohada ham shu. Ba'zi birlar misol uchun chiqib aytyapti, boshqa qilyapti. Kichkina blogercha bo'lsa ham nima deydi, vizit tashlayapti. Men ulardan hech qanaqa xafagarchilik joyim yo'q. Hammaning o'zining shaxsiy fikri bor. Shaxsiy fikri bilan ma'lumot beryapti. Pastda nomerlar bor, jigarlar. Bitta like bosib, komment yozib qo'yasiz ekan umiddaman. O'zingizlar harakat qilasizlar. Salomat bo'linglar.